Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyatida jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari va Surxondaryo viloyatida jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati tomonidan 2023-yil va 2024-yillar davomida oilaviy maishiy zo'ravonlik bilan bog'liq ko'rilgan jinoyat ishlari hamda ma'muriy huquqsizlikka doir ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Sudlar tomonidan qayd etilgan davrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining oilaviy maishiy zo'ravonlik bilan bog'liq ko'rilgan ishlari tahlil qilindi. Xususan 2023-yilda ushbu toifadagi 69 nafar shaxsga nisbatan 65 ta jinoyat ishlari sudlardan mazmunan ko'rib chiqilgan. Shundan 44 nafar shaxsga nisbatan 40 ta jinoyat ishi bo'yicha ayblov hukmi chiqarilgan. Bu davrda oqlov chiqarilgan hukmlar mavjud emas. Shundan aybdor shaxslarning 8 nafariga jarima, 1 nafariga majburiy jamoat ishlari, 10 nafariga axloq tuzatish jazosi, 14 nafariga ozodlik cheklash jazosi va 11 nafariga esa ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bular orasida shartli hukm qilingan, jazodan ozod etilgan, jazo tayinlanmasdan hukm chiqarilgan, voyaga yetmaganga nisbatan majburiyat chorasi qo'llanilgan holatlar mavjud emas. Ushbu davrda jami ko'rilgan ishlardan 8 nafar shaxslarga Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilgan holda hukmlar chiqarilgan. 2023-yil mobaynida ushbu toifada 23 nafar shaxsga nisbatan 23 ta ish tugatilgan bo'lib, shulardan 21 nafar shaxsga nisbatan 21 ta ish Jinoyat kodeksining 66.1 moddasi, ya'ni taraflar yarashilganlik munosabati harakatdan tugatilgan. 2 nafar shaxsga nisbatan 2 ta ish bo'yicha tibbiy yo'sindagi majburlov chorasi qo'llanilgan. Qayd etilgan davrga jami ko'rilgan ishlarning umumiy jabrlangan soni 76 tani tashkil etadi. Bular esa 17 nafari erkak, 59 nafari ayol va 2 nafari voyaga yetmaganlardir. Xuddi shu kabi 2024-yilda ushbu toifada 60 nafar shaxsga nisbatan 52 ta jinoyat ishi sudlarda mazmunan ko'rib tamomlangan. Shundan 30 nafar shaxsga nisbatan 27 ta ish bo'yicha ayblov hukmi chiqarilgan. Bu davrda ham oqlov hukmi chiqarilgan ishlar mavjud emas. Shundan aybdor shaxslarning 4 nafariga jarima, 6 nafariga axloq tuzatish ishlari, 12 nafariga ozodlik cheklash jazosi va 8 nafariga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Bular orasida shartli hukm qilingan, jazodan ozod qilingan, jazo tayinlanmasdan hukm chiqarilgan va voyaga yetmaganga nisbatan majburiyat chorasi qo'llanilgan holatlar mavjud emas. Ushbu davrda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilgan 7 nafar shaxslarga nisbatan hukmlar chiqarilgan. 2024-yil davomida ushbu toifadagi 30 nafar shaxsga nisbatan 25 ta jinoyat ishi Jinoyat kodeksining 66.1 moddasiga asosan, ya'ni taraflar yarashilganligi munosabati bilan harakatdan tugatilgan. Qayd etilgan davrda jami ko'rilgan ishlardan umumiy jabrlanganlar soni 56 tani tashkil etadi. Bular orasida 12 nafari erkaklar bo'lsa, 44 nafari ayollardir. Voyaga yetmaganlar mavjud emas. Sudlar tomonidan ushbu davr mobaynida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bilan bog'liq jami 35 nafar shaxsga nisbatan 33 ta jinoyat ishi mazmunan ko'rib tamomlangan. Shundan 19 ta jinoyat ishi yuzasidan 19 nafariga ayblov hukmi chiqarilgan, 5 nafariga esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilgan holda jazo tayinlangan. Mazkur davrda Jinoyat kodeksining 72-moddasi qo'llanilgan holda shartli hukm qilingan ishlar mavjud emas. Shundan 16 nafar shaxsga nisbatan 14 ta jinoyat ishi harakatdan tugatilgan. Ularning barchasi Jinoyat kodeksining 66.1 moddasi, ya'ni taraflar yarashilganligi munosabati bilan harakatdan tugatilgan. Bundan tashqari, sudlar tomonidan 2023-yil mobaynida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 59.2 moddasi bilan bog'liq jami 891 nafar shaxsga nisbatan 723 ta ma'muriy huquqsizlikka oid ishlar ko'rib tamomlangan. Shundan 486 ta ma'muriy huquqsizlik to'g'risidagi ish yuzasidan 560 nafar shaxsga nisbatan jazo qo'llanilgan. 399 nafar shaxsga nisbatan jami hisobda 513 million 15 ming so'm jarima jazosi, 161 shaxsga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Shu davrda jami 346 nafar huquqsizlarga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 33-moddasi qo'llanilgan holda jazo tayinlangan. Shuningdek, 333 nafar shaxsga nisbatan 237 ta ma'muriy huquqsizlik to'g'risidagi ish yuzasidan ishni tugatish haqida qarorlar chiqarilgan. Bular orasida 316 nafar huquqsizlarning ishlari Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 21-moddasiga asosan harakatdan tugatilgan. Shuningdek, 6 nafar shaxsga nisbatan ishlar esa ushbu kodeksning 271-moddaning 1-bandiga asosan, 1 nafar shaxsga nisbatan ish esa 271-moddaning 4-bandi va 10 nafar shaxslarga tegishli ishlar esa 271-moddaning 7-bandiga asosan harakatdan tugatilgan.
Shu kabi sudlar tomonidan 2024-yil mobaynida O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 59.2 moddasi bilan bog'liq jami 1921 nafar shaxsga nisbatan 1581 ta ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar ko'rib tamomlangan. Shundan 996 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish yuzasidan 1140 nafar shaxslarga ma'muriy jazo qo'llanilgan. 720 nafar shaxslarga nisbatan jami hisobda 982 million 67.500 so'm jarima jazosi, 428 nafar shaxslarga esa ma'muriy qamoq jazosi. Bu davrda jami 608 nafar huquqbuzarga oid ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar ushbu kodeksning 30-moddasi qo'llanilgan holda jazolar tayinlangan. Shundan 778 nafar shaxsga nisbatan 585 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish yuzasidan ishni tugatish to'g'risida qaror chiqarilgan. Shundan 755 nafari Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 21-moddasiga ogohlantirib, ishlar harakatdan tugatilgan. Bundan tashqari 9 nafar shaxsga nisbatan ish ushbu kodeksning 271-moddasining 1-bandiga asosan, 15 nafarga shaxsga nisbatan ishlar esa ushbu kodeksning 271-moddasi 7-bandiga asosan harakatdan tugatilgan. 2023-yil mobaynida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bilan bog'liq bir nafar shaxsga nisbatan bitta jinoyat ishi apellyatsiya instansiyasida mazmunan ko'rilgan bo'lib, mazkur ish yuzasidan chiqarilgan birinchi bosqich sudining hukmi o'zgartirilgan. Ammo bu davrda bekor qilingan sud hukmlari mavjud emas. 2024-yil davomida esa Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bilan bog'liq jami 4 nafar shaxsga nisbatan 4 ta jinoyat ishi apellyatsiya instansiyasidan mazmunan ko'rilgan bo'lib, ushbu davrda barcha jinoyatchilar yuzasidan chiqarilgan sud hukmlari o'zgarishsiz qoldirilgan. 2024-yil davomida Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bilan bog'liq bir nafar shaxsga nisbatan bitta jinoyatchi kassatsiya instansiyasida ko'rilgan bo'lib, sud hukmi o'zgartirilgan. Shuningdek, ushbu davrda Jinoyat kodeksining 126.1 moddasi bilan bog'liq 2 nafar shaxsga nisbatan ikkita jinoyatchi taftish instansiyasida ko'rilgan, sud hukmlari esa o'zgarishsiz qoldirilgan. Surxondaryo viloyatining 2025-yil birinchi yarmiga mo'ljallangan ish rejasining 2-4 bandini ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu toifadagi ishlar umumlashtirilgan bo'lib, mazkur toifadagi ishlarni ko'rishda ba'zi muammolar yuzaga kelayotganligi sababli qonunchilikka takliflar bildirilgan. Bundan tashqari, yuqorida qayd etilgan davr mobaynida viloyat sun'iy sudyalari, tuman shahar sudlari sudyalari tomonidan ommaviy maishiy zo'ravonlik mavzularida joylarga chiqib, aholi, shuningdek keng jamoatchilik ishtirokida targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Targ'ibot tadbirlari esa ommaviy axborot vositalarida yoritilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.